Chung Shaoji şu qizlarning o'riqlash soni yana bir qatim so'zlaychi do'stlar. Ya'ni eg'irligi 50 kilodan 60 necha kilogacha chiqadigan, asos kichik, ya'ni qarmoq undabek semiz ko'rinmaydigan do'stlar. Yaqinda o'quvchilarimning orasida ma'lum va 55 kiloga tushib bo'ldim o'riqlab. Ya'ni 5 kilo eg'irlik tashlab olsam bo'ldi. 52 kiloga tushib bo'ldim, 4 kilo eg'irlikni tashlab 40 necha degan sonni ko'ygim batdi degan do'stlar. Ajab son sepirga kirishib qoldingiz. Bu eg'irlik bu 55 kilodan 50 kilogacha bu 5 kiloning tövəlligan bu son sepir sizga qandaq bir cho'ng qo'shalik olib keladi. Sizning maqsadingiz o'riqlash esingizda bo'lsin. O'riqlash deganga bel inchik bo'lsa, badandagi mayla ozlasa, badan chesti, shu ching, shunda go'zal, chiroyli, sog'lom bo'lsa, buni biz o'riqli deymiz. Siz 55 kilodan 50 kilogacha 5 kilo eg'irlik tashlash u ayrim bir gap bu. Bu Chung Shaoji shu qizlarniki badandagi muskul bilan may addaji shularniki qirganda aslida oz bo'ladi. Siz yana eg'irlik tashlayman desangiz, qanday qilishingiz kerak? Tuz iste'mol qilmaysiz, suv ichmaysiz. Karbonat yani asas açlık un görüş diğerlerini karbonatlarını yemey azırak göç bile seynil yeysiz. Şu çağda sizin bedeniniz toş oyuldu. Yani bedenin su naite azlap gidiyor. Bunun olan tam muskulun tam yok yapıyordu. Sizin bu azırak muskulunuz bile azırak bu sula yanımı azlap gelse siz öyle bakın. Değişiyor villan bulamdı bulmamdı. Muş kızların arasında malum 55 kilo uçuş oldum ama yakında adetim be kalayım kapıp gitti. Adetim kemmeye vatıdı. Çeçim çıkıp vardı. Terilerim naçardı çıkıp vardı. Çoy olğan dikin terdigan nachar bo'ladi shu. Siz necha ming qo'yg'ayliqi bu shoy qildigan narsani setib olganingiz bilan beka badanning ichidan cho'yib ketsangiz. Siz 55 kiloda 50 kiloga tushib nimaga erishdingiz? Uning ustiga tayshib bilan tayshib mushunda pastga tushib ketadi. Tayshib tushib ketgandan ham yana o'zingizning tamoqati qaytib ketsangiz, kunda 1-2 kilodan eg'irlik o'rlab mangdi. O'rlash bilan tantaqa qo'saqli yo'g'anaydi uning ustiga. Tekshi yo'g'anmaydi badan. Ma'lum shu eg'irliqim 55 to'xtab qoldi. Ma o bir haftada 5 kilo uçurduğun, 10 günde 10 kilo uçurduğun filmlerini görüp atıyorum, muşni işiltip bakayım o da. Bir haftada 5 kilo rası eğirliğiniz düşüdü. Rasmi ama eğirlikli düşüdü. Sizde çok özgüreş olmaydı. Ay teximi satılışıp bitsiz. Teximi qaramakka bir xil aciz adamdek görünüp qalsanız, bir haftadan keyin özünüzün burun tamakka addı qaytib kelseniz, kuniga 1-2 kilodan vaş o'rlaydi eğirlik. Chung Shaoji shu qizlar o'zini ayish kerak o'riqlash jarayonida. Birinchisi tez suratdan da eğirlik tashlaydiganға kirishib olmaysiz. Eğirlik muhim emas siz uchun. Bu asti kuydi sizning miyingiz. Uning ustiga eğirlik bek asti tush kerak bo'lsa tushimizda yaxshi eğirligingiz. Bunda tushkil turaversa yo'qolib ketmamsiz siz. Bu bir xatarlik bir ahvolg'u. Ikkinchisi tomoq cho'qim karbonat yeymiz. Un, guruch, xongshu, qonaq, kav, yangyu, sulu, mushtaq karbonatlarning hammani yeysiz. Siz faqat qandaq quymoq, po'shkal, jajiylik, shutyo degandek yo'ja qilgan, go'shtnon degandekchi, so'man degandek yo'ja qilgan tanshoyni asos oshxona yeymisinizlar. Lag'manning ximiri, mifan, xongshu qonaq, kav, yangyu manda asos oshxona yeysingiz bo'ldi. Ikkinchisi, tomoqqa mayni oz ishiltisiz. Tuzni normal ishiltaversiz, ammo mayni burunqidan oz ishiltib say qo'rib yeysiz. Üçüncüsü suni jiq ichib bersiz, to'rtinchisi cho'qim badan chiniqtirsiz. Badan chiniqtirmasangiz muskullaringiz sifatli bo'lmasa, sizningki muskulingiz birdan tushib ketadi. Sizning o'zingizga tava aldirab tushib ketmaydigan, yo'qolib ketmaydigan muskulchingiz bo'lishi kerak. Shu chaqda anadekin eg'irligingiz balkim 55 dan 54 ga tushishi mumkin. Ammo qarmoqqa siz 10 sant 15 sant kichiklaydi bilingiz, qarmoqqa modeladek bo'lib ketasiz. Sizga zada qaysi kerak? Tarozining suriga son kerakmi yo kerakmi? O'riq, go'zal, sog'lom badan kerakmi? Qarg'olachilik hafta 10 kunda bir 5-6 kilo 10 kilo o'riqtirgan usullarni ishlatmaylik. Bu sizga mos kelmaydi. Uni ishlatadigan ayrim odam bor. Ular xizmatda aldirash, kelibdi xonshaja uchatdan bir haftada 10 kilo eg'irlikimni tushirib olay, salomatligimdan chatda chiqsa mayli deganlar jiddiy ishiltibas bo'ldi. Sizdek o'riqlayman, o'riq badan uzun saqlayman degan odamga mos kelmaydi. O'zimizni ayaylik. Yaxshi uxlaylik, yaxshi yeylik, yaxshi harakat qilib beraylik. Bu ish sizga yetadi. G'ayrat qiling.